Ululuq egisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. İnsaniyatning faxri bo'lgan Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret kılıp çıkkandan keyin Medine'deki ensarlar külliki Quba mahallesi kelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilen Ebu Bakır Sıddık'nınki kelişini bular kütüp durattı. Lekin Resulullah yetip kelmegenden keyin bular kun qizigan vaqtida uylariga kirib ketdi. Ma'lum bir kuni bular kun qizigan vaqtida uylariga kirib ketgandan keyin Yahudilardan birisi o'zininki egiz qo'rg'onlarining topida turib, yiroqdan Payg'ambar Aleyhissalatu Vesselam bilan Abu Bakr Siddiqninki ko'langisini ko'rib, "Ey qiyla jamoati" dedi. Qiyla degan Ansarilarning, yani Aws va Xazraj qabilasiniki eng cho'nisi bo'ladi. Bularni qiyla jamoati deb ataydi Madinadagi Yahudilar. Sizlarning buyukinglar, sizlar kutib turayotgan buyukinglar keldi degandan keyin musulmonlar Madinadagi Ansarilar o'zining qurollarini ilishib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Qubada kütülüş için çıkıştı. Çünkü bu Arapların adeti de özünün büyük çoğun mimarlarını yani bir sorularga kat murasimlarga bağa vaqtda özünün qilishleri bilen neyizleri bilen bardığan bir adetleri boğan ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgandan keyin tunji qatim tushgan joy mushu oldimizga ko'rinib turayotgan mushu qovumliq bog'. Bu bog'ninki ismi yani Azaq quduqi yoki soyliq bog' degan mazmunda yoki Bi'r Azaq yoki Mazra'atul Mustazil deb atildi. Bu Madinada hozir qadar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tarixiy izni saqlab qolgan birdan bir bog'larniki biri. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bog'ga tushgan, chunki bu bog' Madinadagi Ansarilardan Aws qabilasidan bo'lgan, Aws qabilasining Amr ibn Avf jamoatidan bo'lgan Kulsum ibn Hadim degan sahobaniki big'i edi. Mush Qubaning atrofidagi bog'lar, mushu bog', mushu kishiniki big'i edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bog'ga tushdi. Bu bog'da Madinalik ansarlar hammasi yig'ilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mushu tosh bari mush joyda kutib oldi-da. Mush qavmning belgisi chiqayotgan mush tiklarlik toshlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ultag'an va atrofda ansarilarni kutib olgan joyning o'zi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu bu yerde oturgandan keyin Madinadagi ansarilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen Abu Bakr Sıddık'ni arayan bidi. Çünkü bular Madinaga kirishning oldida Abu Bakr Sıddık bilen Abu Bakr Sıddık bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'zining kiyimlerini almashtirib, o'xshash kiyim kiyib kirgan. Bu ne kadar güzel adet. Bir mehmondorchilikqa borganda yoki boshqa bir yurtga borgan vaqtida o'zini yaxshi tuzab bir kirish bu Rasulullah'niki adab qoidalarining biri. Bu Madinaga kirishning oldida bular o'zining oq pokiz kiyimlarini kiyib kirganda bularni ansarilar taniyolmagan. Şu aralıkta kun qizib ketib Abu Bakr Siddiq o'rnidan turib o'zining ridosini yani tosh kiyimini silib Payg'ambar Rasulullahga soy qilgandan keyin ansarlarning hammasi uchma-uchdan kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berib Rasulullahni qarshi olib Rasululloh bilan ko'rishga boshladi bu yerda. Bu ko'rish jarayonida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bu Kulsum ibn Hadim bu beg'idan yo'g'on bir sapoq xomini kesib bilan Resulullah'niki huzuriga keldi. Hem mush oldimizda ko'rinayotgan mushu quduq asli mush quduqning o'rni, mush quduqning o'zi Resulullahga suv ilib keldi bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu xomini nima deysizlar degan vaqtda Ummu Jarzan sapoqli xoma degan vaqtida ey Alloh Ummu Jarzanga yani bu xomlarga barkat bergin deb shuna degan. Mana bu ko'rinayotgan bu ko'rinish sahobalar davridan tortib hozirga qadar saqlanayotgan quduqninki o'zi shu davrlardan biri shu mushtaq bir saqlanib kelgan. Hozir bu quduqning o'rnini saqlab qolgan, lekin bu quduqninki suyini turba orqali tortib yondagi bir ko'lchakka quyib buningki suyini shu Madinadagi kishilar ba'zida ziyoratchilar ichida shu bog'i sug'urildi. Demak, musu 1450 yildan 1440 yildan beri hozirga qadar taxminan 15 asr shu Rasulullah'niki tarixiy izni saqlagan holatda o'z biti shu Madinada yiqib odamniki bir ruhiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir xil puroqlarni odamga ato qilgandek bir huzurda bo'ladi. Bundaq bir tarixiy o'rinlar Madinada nihoyat ko'p.
bu o'rinlarning o'zini Ömer ibn Abdülaziz'ninki davrida. Ömer ibn Abdülaziz Hijriye 85-86 bo'lsa kerak, ya'ni 1-asrning oxirgi mezgillarida Madinada vali bo'lgan, shu vali bo'lgan paytlarning o'zida Madinadagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki masjidlari, namoz o'qigan o'rinlari, ichgan quduqlari, bog'an bog'larining hammasining o'rniga iz qoldirish uchun bu yerga bir masjid soldirib qo'ygan. Hozir qadar shu masjidlarni Osmoniylar davrida, Osmoniylardan burun Mamlukiylar podshohlik davrida saqlab kelgan. Mana bu bog'ning o'zi shu Quba masjidiniki g'arbiy tarafiga joylashgan. Shu oldimizga hozir ko'ringan o'rin Quba masjid bo'ldi. Quba masjidining g'arbiy tarafiga joylashgan bu o'rin. Ziyoratimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah kelar qıtımlıq sallada Medine'deki başka tarihi orullar huzurunladı buldu. Hayır hoş. Allah'a emanet. Aman bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.